Kvartiradan charchadim deganlar uchun Angren shahar Gyolk mahallasidan 6 sotixli 8 ta xonadan iborat juda ham bir chiroyli shinam uy topib qo'ydik. Ko'rishingiz mumkin. Shundoqqina dalani oldida mazagina tinch holatda. Qani bo'lmasa boshladik. Bismillah. Uyga kirib kelganimizda ko'rishingiz mumkin, mana bunaqa katta naveslarimiz kutib oladi bizni. O'ng qo'limizda esa mana tomorqamiz joylashgan. Bu yoqda esa tapchanlar, uy egalari qilib qo'yilgan. Yozda hozir mana qanaqa yoz chilla issiq bo'lishiga qaramasdan maza qilib turibdi. Tapchanni tagida dam olib o'tiradigan holatda va mana hozir ham salqingina holatda. Xo'p, bu uyimiz anchagina katta. Bundan tashqari ikkita eshik bilan kiriladi, ya'ni ikkita katta oila ham bemalol olsa bo'ladi. Chunki bu yoqda mana bitta eshik, bu ikkinchi eshik, ikkita tomonga alohida kiriladi. 3 tadan bu yoqda 4 ta, bu yoqda alohida 3 ta xonasi bor. Bu uylarda xonalarni alohida hozir ko'rsatib o'taman videoni oxirida. Bu yoqda ham xuddi shunaqa mana ikkinchi eshigimiz. Undan oldin mana bu tomonda yana bitta, umuman olganda 3 ta oilasi ham bo'lar ekan. Nimaga deganda bu yoqda ham 3 ta vremenka deyiladi xalq tilida. Uylarimiz bor. Bu yoqdan qo'shnilikka o'tish uchun ham joy bor ekan. Juda ham ajoyib holatda va hojatxonalari. Undan keyin mana bu yoqdan hozir tashqaridan ko'rsatib ketaman. Uy egalari hozir omborxona sifatida foydalanishyapti ekan. Ko'rishingiz mumkin, ozroq ta'mirlab oladigan holati bor, lekin qishda issiqqina bo'ladigan joy. Xo'p, undan keyin mana bu yoqda yana xuddi shunaqa bitta xonamiz. Devorlari yaxshi holatda turibdi. Bitta changlarni artib yuborsa bo'ldi, kirib yashaydigan holatda bo'ladi. Mana bu yoqda ham xuddi shunaqa holatda, ta'mirlari yaxshi, chiroyli turib qo'yilgan. Faqat aytganimdek, uy egalari o'zlari hozir yashamaydi bu joylarda. Nima deydi? Ozroq changlarni artib ta'mirlab olsa bo'ldi. Mana bu joyda ko'rishingiz mumkin, uyimizning orqa tomoni. Bu yoqda ham yashaydigan odam bemalol oqlab ko'klab qo'ysa bo'ladi. Xo'p, narxlariga keladigan bo'lsak, hamyonbop videoni oxirida narxlarni ham aytib o'taman. Kuzatib turadigan bo'lsangiz, qani unda uyimizning ichki qismlariga o'tamiz. Mana ko'rib turibsiz, aytganimdek ikkita eshik. Hozir bu uydan, bu eshikdan boshlaymiz obzorimizni va keyin bu xonasilarni ko'rsatib o'taman. Birinchi eshikdan kirganimizda mana ko'rishingiz mumkin, chap qo'limizda sanuzel va o'ng qo'limizda oshxonasi joylashgan. Oshxonani ko'rsatib o'taman. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu yoqda unvaliklari va kuxonniy garniturlar qilib qo'yilgan. Bundan tashqari mana gazlarimiz, dimoxodlarimiz hammasi yaxshi. Bu yoqda mana tashqari tomorqamiz, darvozamizda kimlar kelyapti, ketyapti ko'rib turishingiz mumkin bo'ladi. Ta'mirlari yaxshi holatda. Bundan keyin to'g'rida sanuzelga o'tadigan bo'lsak, mana sanuzelimizni ham ko'rishingiz mumkin. Uy egalari o'sha kirmoshnalarni qo'yib qo'ygan, atapleniyalari bor. Sanuzelda mana dushlarimiz, aristonlarimiz ham bor ekan. Bu yoqda ham ta'miri yaxshi holatda va undan keyin to'g'riga o'tadigan bo'lsak, mana to'g'rimizda ko'rishingiz mumkin, bitta katta zalimiz bor. Hol desak ham bo'ladi. Xo'p, bu yoqda jalyuzilari egalari qo'yib qo'yilgan va bu yoqdan shundoq qaraydigan bo'lsak, uy egalarining farzandlari kichkina bo'lgani uchun doskalar ham yurib qo'yishgan ekan, bolalarga bu narsa o'rgatish uchun. Chiroyli holatda bo'lib turibdi. Mana tashqaridan kirib kelganimizdagi holat. Undan keyin o'ng qo'lga o'tadigan bo'lsak, bu yoqda kattalar yotoqxonasi joylashgan. Bu yoqda ham xuddi shunaqa tashqari chiroyli bo'lib ko'rinib turadi. Aboylar chiroyli qilib qo'yilgan. Patologlarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda shkaflar mana turibdi. Tashqari yop-yorug' bo'lib turib ko'rinib turadi. Jalyuzilar yopadigan bo'lsak, qop-qorong'i xona bo'lar ekan. Yotoqxona uchun zo'r holatda. To'g'rida mana televizorlarni qo'yib olib turib, mazza qilib ko'rib dam olsa bo'ladi. Endi ikkinchi xonamizga kirishni ko'rsataman. Xo'p, mana ikkinchi eshikdan kirganimizda ko'rishingiz mumkin, bizni koridorimiz kutib olyapti. Koridorlarimizda ham hatto atapleniyalari bor ekan. Aboylarni qarang, chiroyliligini, juda ham chiroyli, shinam holatda qilib qo'yilgan. Xo'p, bundan keyin chap tomondagi xonamizga o'tamiz. Xonamizni ko'rishingiz mumkin. Aboylari juda ham xonamiz rangiga mos holatda. Bundan tashqari patologlarimiz, lyustralarimiz mana ko'rishingiz mumkin. Pardalarimiz ham, oynamiz katta bo'lgani hisobiga xonamiz keng va yorug' bo'lib ko'rinyapti. Undan keyin keyingi xonaga o'tamiz. Mana koridorimiz aboylari yana bir marta eslatib o'tsak bo'ladi. Bundan keyin bu yoqda ham yotoqxona yoki zal qilsak ham bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, jitka aboylar qilib qo'yilgan, chiroyli holatda. Har bitta xonamizda oynalar bor. Bundan keyin bu yoqda mana yotoqxona. Bu xonamiz ham ancha katta bo'lgan holatda. Ko'rishingiz mumkin, bu yoqda bitta eshiklari bor ekan. Oyna bilan birga va mana shkaflar qo'yib qo'yilgan. Mazza qilib katta holatda yashaydigan xona. Bu xonamiz juda ham tinch ekan. Mana lyustralar ham qilib qo'yilgan. Tashqaridagi boshqa xonalarga nisbatan ancha tinch, yotoqxona uchun zo'r. Va mana bu tomondan ham boya aytgan 3 ta vremenkamizni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Tashqarini mazza qilib kuzatib o'tirsa
bo'ladi bu joydan ham. Xo'p, uyimizni ko'rib chiqdik. Mana ko'rib turganingizdek, hammasi sharoitlari zo'r holatda. Maza qilib ikkita oila bo'ladigan bo'lsa, kelib turib yashasa bo'ladi. Ikkita aka-uka yoki bo'lmasam 3 ta aka-ukalar kelib yashasa ham bo'ladi. Nimaga deganda ko'rib turibsiz, ikkita alohida eshiklardan kiriladi. Bundan tashqari vremenkamiz ham xuddi shunaqa alohida eshikdan kirib yashasa bo'ladigan holatda. Uyimizga uy egalari 53.700 deb narx qo'yishyapti. Kelishiladigan, sunnatiga o'tib beriladigan joylari bor. Kimga mana shunaqa katta uy kerak bo'ladigan bo'lsa yoki qidirib yurgan bo'lsa, u odamlarga videoni jo'natib qo'yadigan bo'lsangiz, ancha katta savobli ish qilgan bo'lasiz. Bu videoni o'shalarga tarqatib qo'ying va bizga obuna bo'ling.